Akalar, Akfabil kompaniyasi yangilik qilishdan to'xtamaydi. Mijozlarimiz uchun 1000 kilogrammlik liftni premium klassdagi kabina qilib berdi. Ko'rib turganinglardek, devorlarini charm bilan qoplab berganmiz. Devorning past tomoni bo'lsa MDF bilan qoplangan. Bundan tashqari mana shunaqa dekoratsiya qildik. Bu dekoratsiyani svetodiodli yoritgichlar bilan yoritib berganmiz. Ko'rib turganinglardek, o'zgacha vid beryapti, ya'ni chiroy beryapti. Pol qismini mramordan qilib berganmiz. Tepa qismiga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Tepa qismini o'rtoqlar bronzali oynadan qilib ishlab chiqarganmiz. Qoyilmisizlar? Hozir men sizlarga yana bitta kabinani ko'rsataman. Bu kabinamiz bo'lsa, bundan anchagina farq qiladi. O'rtoqlar, bu kabinamizni sal yorug'roq qilganmiz. Bu ham premium klassdagi kabinalardan bittasi hisoblanadi. Devor qismi boshidan oxirigacha charm bilan qoplaganmiz. Milliyligimizni bildirib turadigan dekoratsiya qilganmiz. Svetodiodning yoritgichlarga ahamiyat berasizlar. Pol qismi bo'lsa mramordan qilingan. Tepa qismini, ya'ni MDF bilan qoplab berganmiz. Kimga shunaqa premium klassdagi liftlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin bo'ladi.